Yurtdoshlarimiz o'z uchun maskan, ya'ni xonadon qidirar ekan, qulay joylashuv va albatta ishonchli quruvchi bo'lishni xohlashadi. Aynan DN Group kompaniyasining Aviapark loyihasi siz qidirayotgan loyiha bo'lsa ne ajab. Ular o'z ichiga quyidagilarni oladi. Eng afzalligi shundaki, binoning yon atrofi, ya'ni tevarak atrofida 70% yashil hudud joylashgan. Bundan tashqari, yosh oilalar uchun qulayligi, demak bu yerda bog'chasi ham bo'ladi. Demak, binoning va turar joy majmuasining o'zining xususiy bog'chasi bor. Shaxsan men qo'shnilar bilan doimo iliq munosabatni ushlab yuraman. Bu muloqotlar bir piyola choy yoki birlagan osh ustida bo'lsa bormi? Demak, savol: qayerda osh qilsa bo'ladi? Terrasaning aynan mana shu ochiq maydoni butun qo'shnilar uchun muntazir. Demak, sizlar qo'shnilar yig'ilib, bemalol bu yerda siz o'zingiz yoqtirgan taomni birgalikda qo'shnilar bilan birgalikda tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu maydon ham sizga muntazir. Va kelgan mijozlarning diqqatini tortadigan bir jihat bu quyosh panellari. Aynan energiya sohasi tejamkor bu binolar esa aqllilik bilan ajralib turadi. Va menimcha, har bir oila tejamkorlikni aynan mana shu binodan boshlasak ne ajab. Chunki bu quyosh panellari albatta sizga energiyani tejashda yordam beradi. Xo'sh, bino bilan tanishdik. To'lov usuli qanday degan savol tug'ilishi tabiiy. Aynan investorlar uchun 100% to'lov bilan 20% chegirmaga ega holda taqdim etiladi. Ikkinchi to'lov usuli esa aynan 63 million boshlang'ich to'lov va bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Bular bir xona va ikki xona uylar uchun. Sal qolsa eng asosiy jihat yodimdan ko'tarilay debdi. Bilasizmi, bu xonadonlarning 70% ta'mirlangan bo'ladi. Menimcha bunaqasi kam bo'ladi. Shahar markazida aynan Aviapark sizni manzilingiz bo'lishi mumkin. Shoshiling. Yana savollar bormi? Unday bo'ladigan bo'lsa, izohlarda plyus belgisini qoldiring va albatta sotuv bo'limining xodimlari siz bilan aloqaga chiqishadi.